Muddatli to'lovga telefon beradigan magazinlar bor-ku, shunaqa ish qilishyapti, nagli itaryapti-da-chi bu xalqni-chi. Bu bechora odamlar shu darajada itarilib ketyapti, o'zlari bilishmayapti. Buni biz bilyapmiz, chunki biz telefon sotamiz. Muddatli to'lovni ishchilari yomon ish qilishyapti, ehtiyot bo'linglar. Kirib telefon olib sotib yuboraman demanglar. Yeb olmanglar, tanish bilishinglar bilan maslahatlashib ish qilinglar. Muddatli to'lov magazinining to'g'risida gap ketmayapti. Bu yerda ishchilar haqida gap ketyapti. Kecha kuni bitta bola telefon olib kelyapti 3 ta. Hozir men telefonlarni deyapti, men odamga chiqarib beramiz 1 yilga deyapti. Necha pulga olib qolasiz deyapti. Hali telefonlar hisoblab 11 million 600 ga olaman dedim. O'zi kelganda qo'liga 10 million berib yuborasiz, 10 millionga olaman deb, keyin o'zi ketgandan keyin men qo'limga 1 million 600 ni berib yuborasiz deydi. Plus dedim, men yolg'on xoramingga aralashtirma dedim. Men undan gapirmayman desam, hali odamni miyalab xullas nima dedi bilmayman, mendan pulni olib chiqib ketdi. Hali odamga hali telefonlarni 10 millionga sotdim deb turib, o'sha 1 million 600 ni ishlab qo'yishdi. Yana bitta hodisa, bitta tanishim telefon qilyapti. Endi telefon bilan shug'ullanaman. Honor 400 Pro necha pulga olasiz deyapti. Hali Honor 400 Pro da tan narxi o'zi 600-550 dollarlik telefon. Haliginga 12 millionga tiqishgan, 15 millionga tiqqan hali telefonni. Haligi pul kerakligini bilib bo'lib turib, aka yugurib yurasizmi, men o'zim sizga sotib beraman deb turib, mana 4 million menga olib qoling, aka o'zi boshqa bo'ladi deb, qo'liga 4 million berib chiqarib yuboryapti hali bechorani. To'poy olib kelsang o'zim eng kami 500 dollarga olaman hali telefonni deyapman. Eniga ham, bo'yiga ham, luboy tomonlama qatlama qilib turib itarib o'ynashyapti. Akalar, o'zi qimmatga olyapsizlar, 5 barobar qimmatga olasizlar bozordan. Va yana sotayotgan paytda ham itarib o'ynayapti. Bunaqasiga ham, ehtiyot bo'lamiz, yeb qo'yyapsizlar. O'zi tovarlarga oyligi tushadi. Qo'shimcha telefon sotsa yana bonus tushadi. Haligi bechora odam itarilib 12 oy, 24 oy hali telefonni uzaman deb oladi. Keling aka sotib beraman deb turib, u yog'iga ham 1 million ishlab qo'yishyapti. Bu krisalar. Ehtiyot bo'lamiz.